Ayrim bir ministrliklar o'z xizmatlarining ovqatlanishiga millionlagan mablag'ni byudjetdan so'rayotganidan deputatlar norozi bo'lishdi. Xalq vakili Erkin Sakebayevning ta'kidlashicha, Moliya ministrligi ovqat uchun 2015-yilning g'aznasidan 10 million so'm, Bilim berish ministrligi 20 million so'm so'ragan. Millionlarni bojxona xizmati, qishloq xo'jaligi ministrligi ham so'ragan. Boshqalarda bu kabi qonun yo'q. Sizlar och qolgan muassasalardanmisizlar deb savol berdi deputat. Biroq Moliya ministri bu masalani aniqlash kerakligini, balki pul boshqa narsaga sarflanishini aytdi. Erkin Sekebayev byudjet loyihasida Jo'g'ir kengashning oziq-ovqatiga 4 million yozilganidan norozi bo'ldi. Biroq spikerning ta'kidlashicha, bu mablag' deputatlarning emas, bola bog'chalarining ovqatiga ekanini ta'kidladi. Natijada masala tekshiriladigan bo'ldi. Eslatib o'tsak, bungacha xalq vakili O'mirbek Abdurahmonov Moliya ministrligi va boshqa muassasalar o'z xodimlarining ovqatlanishiga oy sayin 5 ming so'mdan ajratishni aytgan edi. Bu orada amaldorlarning byudjet mablag'ini maqsadsiz foydalangan yana bir tomoni parlamentda muhokamaga sabab bo'ldi. Jo'g'ir kengash rahbariyatining samolyotda biznes klassda uchishni taqiqlash tashabbusi ko'tarildi. Xalq vakili Anarbek Kalmomatov taklifni qonunga yozib qo'yish zarurligini ta'kidladi. Davlat hisobidan biznes klassda 4 gina odam prezident, premyer-ministr, spiker va Oliy sud raisi ucha oladi, dedi Kalmomatov. Yig'inda birgina Moliya ministri Olga Lavrovaning biznes klassda 6 marotaba uchishi davlat g'aznasiga 630 ming so'mga turishini aytdi. Ma'rif ministri Qanat Sadiqov 1 dekabrdan boshlab mehnat faoliyatidan ketdi. Bu haqda bugun ministrlikning matbuot xizmati bildirdi. Eslatib o'tsak, bungacha bosh prokuratura hukumat rahbari Jo'mart O'to'rbayevdan Ma'rif ministri Qanat Sadiqov bilan Qirg'iz Rossiya Slavyan universitetining rektori Vladimir Nifadiyevning egallagan xizmatiga loyiq emasligi to'g'risida masalani qarab ko'rishni so'ragan. Ular 24 abituriyentni Qirg'iz Rossiya Slavyan universitetining tibbiyot fakultetiga o'qishga o'tganligi uchun ayblashmoqda. Tekshiruv natijasida barcha o'qishga topshirgan abituriyentlar sinov vaqtida oliy o'quv yurtiga o'tishga imkoniyat bermagan, past ball olishgani aniq bo'ldi. Imkoniyati cheklanganlar kuni munosabati bilan kecha hukumat vakillari ulardan xabar olib, moddiy yordamlar ko'rsatishdi. Lekin bunday yordamlarga faqat shu kungina ahamiyat berilganligi uchun ularning yil mobaynida hal etilmay kelayotgan muammolari hali hanuz o'z yechimini topmay kelmoqda. Masalan, O'sh shahridagi bolalar sog'ligini qayta tiklash markazi yordamga muhtoj. Bino to'liq ta'mirni talab qilmoqda. Bu orada markaz xo'jaligidagi yo'llar imkoniyati cheklangan insonlarga noqulaylik yaratmoqda. Ta'mir ishlariga esa markazda mablag' yo'q. Sog'liqni saqlash ministrligi tomonidan ham, mahalliy hukumat tomonidan ham hech qanday to'lov ko'rsatilgani yo'q. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Bolalar sog'lig'ini qayta tiklash markaziga asosan shol kasalligi bilan og'riganlar murojaat qiladi. Davolanish har 3 oyda yoki 6 oyda bir marta amalga oshiriladi. Markazga bolalarni olib kelgan ota-onalar yo'l yomonligini aytib norozi bo'lishmoqda. Sababi bunday murojaat qilganlarning ko'pchiligi aravachada kelishadi. Bu chuqurlar ularga qiyinchilik yaratadi. Mama несет на руках здесь. Жетекчилердин көңүлүн бул начар жолдорго бургум келет. Бул жерге балдакчан жана такыр баса албаган балдар келип дарыланат. Аравачан жүрүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан энелер балдарын көтөрүп алып келүүгө аргасыз. Состояние. Markaz ichidagi yo'l yog'ingarchilik yoqqan kunlari ko'lmakchiga aylanadi. Unda ota-onalar muammosi 2 barobarga og'irlashadi. Bu ko'rinish barcha bemorlarga qiyinchilik tug'diradi. Bu yo'l to'liq ta'mirlashni talab qiladi. Unga 7 mashina asfalt kerak bo'ladi. Kunduzgi markazda buncha mablag' bo'lmaganligi uchun shahardagi asfalt zavodiga murojaat qilib, 2 mashinasini ular olib beradigan bo'lishgan. Shahar rahbariyati esa 1 mashinasini olib berishni va'da qilishgan. 3 mashina yetmasligi bois masala hal bo'lmay keladi. Shu bilan birga binoning o'zi ham kapital ta'mirga muhtoj. Негизинен биринчи этаждын баары ремонтко муктаж. Сиздер өзүңүздөр кирип көрсөңүздөр да болот. Экинчи кезекте зимний кышкы кухнябыз жардам ремонтко муктаж, ал жерде тамак ичүү аябай начар болуп калды. Неправительственный организациялар менен чогулуп иштеп проектлерди жазып жатабыз. Эми ошолордон жооп болгон болсо, биздин көйгөйлөрүбүз кимдир бирөөлөргө таасир эткен болсо, үмүтүбүз чоң. Janubiy hududda imkoniyati cheklangan bolalarga yordam ko'rsatadigan bittagina markaz 70 o'ringa moslashtirilgan. Oshxonasi esa 25 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda kengaytirishga muhtoj. Bunga qo'shimcha bolalar maydonchasining yo'qligi ham muammo yaratadi. Kutamiz, hali o'sha bo'lib qoladi. O'shani kutib turganda sirtga olib chiqib, o'sha o'ynatib tursak,
bolalarda. O'shanda bola zerikishmaydi, biz qiziqishadi. Biz ashaqa boramiz, lecheniya olamiz, yaxshi bo'lib kelamiz deb qiziqishib kelishadi o'sha yoqqa. Bu yerda kutishadi, zerikishadi bolalar, hech narsa yo'q. O'shandan keyin больницаga bormaymiz deb bola yig'lashadi-da bu yerda. Yuqoridagi muammolarni hal etish bo'yicha kunduzgi markaz bir necha marotaba tegishli muassasalarga murojaat qilishgan. Yo salomatlikni saqlash ministrligidan yoki mahalliy hukumatdan hech qanday qo'llov bo'lmadi. Salomatlik saqlоо министрлиги o'zingizlar bilasizlar, endi qarjining tartishdığından qo'ldan kelgan yordam berib o'tadi. Apparatura jaqdan, boshqa jaqdan, biroq endi kapitalдык ремонт жакка акча каражаты бөлүнбөй келет. Бирок жакында Дамирания Абасканына келип кетти, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты келип көрүп, кат жолдогула биринчи этажды ремонттон өткөргөнгө жана жылуулук системасынан өткөргөнгө жардам беребиз деп кетти. Эми ошол жакка дагы кат жолдойбуз. Bolalar salomatligini qayta tiklash markazining binosi 1956-yili qurilgan. 2001-yildan boshlab hech qanday ta'mirdan o'tmagan. Bundan tashqari bemorlarni davolaydigan uskunalar ham eskirgan. Yana bu yerda logoped, defektolog kabi mutaxassislar yetishmaydi. Bu masala bo'yicha Salomatlikni saqlash ministrligi mutaxassis bilan apparat yetishmasligi respublikadagi barcha tibbiy maskanlarda yaralayotgan muammo ekanini ta'kidlab o'tishdi. Hilola Ashurova, Nazgul Axunova, Samad Piratov, Untimaq. Qirg'izistonda 30 ming bolaga nafaqa pul berish to'xtatildi. Bu haqda Azadliqqa ijtimoiy taraqqiyot ministri Qudaybерген Bazarbayev bildirdi. Uning ta'kidlashicha, maxsus komissiya avval nochor deb hisoblangan oilalarni tekshirib, oilaviy sharoiti yaxshilangan kishilarni ro'yxatdan olib tashladi. Qirg'izistonning qonuniga ko'ra mashinasi, ulush yeri va qo'y mollari bor kishilarning farzandlariga nafaqa puli berilmaydi. 3-4 yil avval rangli televizor, muzlatkich va gilami bor oilalarning bolalariga ham to'xtatilgan edi. Keyinroq bu cheklov olib tashlangan. Hozirda o'lka hududida 100 mingdan oshiq nochor oila bor. 307 ming bolaga davlat nafaqa beradi. Chorshanba kuni ayrim matbuot manbalari 100 ming oila nochorlar ro'yxatdan chiqqan degan xabarni berdi. Muftiyat o'lkadagi 2000 dan oshiq diniy xodimlarning bilim darajasi bo'yicha elakdan o'tkazmoqda. Bu haqda Azadliqqa muftiyning o'rinbosari Ravshan Hojiratov bildirdi. Uning ta'kidlashicha, musulmonlar din boshqarmaligining xodimlari attestatsiyadan o'tib bo'ldi. Attestatsiya bosqichlariga bo'linadi. Endi navbat rayon, shahar va oblast imom qozilariga keldi. Yanvar-fevral oylarida qishloq mullalari elakdan o'tadi, dedi Eratov. Davlatdagi diniy xodimlar attestatsiyadan o'tkazish 11 noyabrda boshlangan. Attestatsiya bilim darajasi va yurish turishi talabga javob bermagan din xodimlaridan tozalashni maqsad qilgan. Qirg'iziston raqamli dasturga o'tganda aholi 8 kanalni bepul ko'ra oladi. Ular uchun davlat tomonidan 100 million so'm bo'linadi. 2015-yilning bahor mavsumidan boshlab raqamli berishga Markaziy Afrika mamlakatidan tashqari barcha davlatlar o'tadi. Shu sabab kelgusi yilgacha Qirg'iziston ham raqamli berishga o'tishi kerak. Buning uchun xalq hozirdan televizori uchun uskuna o'rnatish harakatida. Raqamli berishga o'tish uchun qanday uskunalar kerak bo'lishi haqida muxbirimiz xabar qiladi. 2006-yil Jenevada raqamli uzatishlarga o'tish bo'yicha shartnoma ishlab chiqilib, unga 119 ta davlat imzo chekkan. Ular orasida Qirg'iziston ham bor. Shartnomaga ko'ra imzo chekkan davlatlarning tele ko'rsatuvlari 2015-yilning iyun oyigacha raqamli uzatishga o'tishi kerak. Televizorda yaxshi ko'rinish yaxshi bo'ldi, milliyatda chimrab ko'rsatmagan pomexlar bo'lmaydi. Anan ikkinchi yaxshi jeri bu qo'shimcha мүмкіншіліктері көп. Мысалы үшін ошол интернет менен цифрлы телевидение болгондон кийин кошумча интернет кылса болот, кошумча звук тилдерди тандаса боло турган болуп калат. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар да. Кемчилиги бул көрүүчүлөр үчүн кандайдыр бир финансылык чыгымдарга алып келиши мүмкүн. Hozircha ijtimoiy paketga kirgan 8 ta telekanalga davlat tomonidan 100 million so'm ajratilgan. Yil oxirigacha yana shuncha miqdorda mablag' ajratilishi rejalashtirilgan. Raqamli uzatish ikki turli bo'lib, biri ochiq, ikkinchisi esa yopiq. Mahalliy telekanallar bir multimediaga kiritilib, ular bir to'lqinni band etishadi. Ochiq turida aholi bepul ko'rsa, yopiq turida maxsus pul o'tkazish amalga oshirilgandan so'nggina ko'rish imkoni yaratiladi. Телерадиокомпания башат готовится к переходу к цифровому вещанию. Болгон мүмкүнчүлүктөр иштелип чыкты. Телерадио компаниялар жыйынында санариттик берүү ачык болушуна келишишти. Решили, что вещание будет открытым. Raqamli uzatishda bu kabi televizorlar ishlasa, bu kabilarga esa bunday uskuna o'rnatilishga to'g'ri keladi. Bu receiver deb nomlanadi. Raqamli uzatishning yana bir ustun tomoni
vaqtni o'ziga moslashtirib, undan tashqari saylovlarda va boshqa ovoz berishlarda to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqish imkoni yaratiladi. Bu tüynerler bizde ondan türü var. Bu tüynerler Xitaydan geledi. Uşul buna görseňizler bolat özü. Sanariptik kanallar koyun. Bası 1000 so'mdan başladı. 1000 so'mdan 2000 so'mga çeyin. Ularda sapatına qarab oşantip bölünadi. Hukumat tomonidan kelgusi yili kam ta'minlangan oilalarni receiver bilan ta'minlash rejalashtirilmoqda. Hilola Ashurova, Nurdavlat Santayev, Azam Buzrikov, Intimaq. Tojikistonda Qirg'izistonning fuqarosi 17 kilogramm giyohvand modda bilan ushlandi. Tog'li Badaxshon avtonom viloyatining ichki ishlar boshqarmaligi 52 yoshdagi qirg'izistonlikni maxsus operatsiya jarayonida ushlagan. Olingan ma'lumotlar bo'yicha jinoyatda gumonlangan giyohvand moddani O'sh orqali Rossiyaga olib chiqib ketmoqchi bo'lgan. Hozirda gumondor Tojikiston vaqtinchalik ushlovchi joyida. Unga nisbatan tergov boshlandi.